tasvirga olishni davom ettiramiz. Har doimgidek hali hamon Gretsiyadamiz. Sekin ketyapmiz endi. Ilon iziga o'xshash joylar. Shuning uchun tez harakatlanish noqulay, ham oldimizda yuk avtomobili yuklangan holda sekin harakatlanyapti. Quvib o'tishga ahd qilmaymiz. Vaqtimiz yetarlicha ish rejim. Manzilga borib qo'ysak 70 kilometr qoldi. Ertaga yuklab ketishda boshqa yo'ldan ketamiz. Chunki bu yog'i Saloniki, keyin Bolgariyaga o'tamiz. Sofiya shahridan Ruminiyaga qarab, Vidin ko'prigidan o'tib, Ruminiyadan Vengriya, Vengriyadan Slovakiya, Slovakiyadan keyin Polshaga o'tamiz. Polshadan Poznanga yuk tushishga ketamiz. Boshqa joyga ketadi shekilli. Atrofni qarang, atrofni deb. Gretsiyaga ilk bor kelishim edi. Tog'li yo'llari nihoyatda ko'p, tog'li qismi hududini Grevenaga ketyapti. Grevena aytilishi ham qiyin biroz. Uzoqdan juda katta ko'prik ko'rgan edim. Demak, u boshqa yo'l bo'lgan. Mana ekan, endi kelyapmiz ekan. U qadar baland emas ekan. Pastdan ko'rganimda juda yuqori ko'ringan edi. Juda baland yo'ldan o'tyapman. Videoga olay deb xayol qilibman-da. Hech qisi yo'q. Через 1 километр держитесь правее. Vaqtingizni ketkazib, erinmasdan tomosha qilganlarga tashakkurligimizni bildiramiz. Qiziqarli joylar, qiziqarli manzaralar chiqib qolsa, yana videoga olib yuklab joylashtirib qo'yaman. Hammaga yaxshi kayfiyat doim hamroh bo'lsin. Saloniki.